Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum aziz ko'ruvchilarimiz. Bugun sizlar bilan ko'p uchraydigan kasallik, ya'ni qalqonsimon bez faoliyati o'zgarish bilan kelishish kasallik, buqoq kasalligi haqida gaplashamiz. Xalqimiz orasida ichki buqoq, tashqi buqoq degan tushuncha bor. Bu qanday tushuncha? Ichki buqoq qalqonsimon bezning ichki tomonidan ichki bo'shliqqa qarab o'sishi, ya'ni qalqon, zilongach va ko'krak bo'shlig'iga qarab o'sishidan kelib chiqadi. Bunda bemorda tomoqda bir yod jism turgandek his qilish, nafas o'tishini qiyillash va nafas qisishi, yutishni qiyinlashishi va ovozni bo'g'ilishi kuzatiladi. Bu ya'ni ichki buqoqda. Tashqi buqoqda bo'lsa, buqoq tashqi tomonga o'sadi, ya'ni bo'yni oldingi qismiga o'sin. Bunda ko'zdan ko'rilgan, ya'ni buqoq shakli, tomoni shakli o'zgaradi, lekin bunda ichki buqoqqa o'xshab ovoz bo'g'ilishi, yutishni qiyinlashishi, nafas qisishi belgilari kuzatilmaydi. Bugun sizlar bilan biz qalqonsimon bez faoliyatining kuchayishi bilan, ya'ni zaharli buqoq haqida gaplashamiz. Ana ketdik. Zaharli buqoq qalqonsimon bez ortiqcha garmon ishlab chiqaradigan kasallik. Natijada organizmda metabolizm juda tezlashadi. Sabablari: bu kasallikka irsiy omillar, avtoimmun kasalliklar, ortiqcha yod qabul qilish va qalqonsimon bezdagi tugullar sabab bo'lishi mumkin. Belgilari: yurak tez urishi, asabiylik, qo'llar titrashi, ko'p terlash, vazn yo'qotish va ko'zlar chiqib turgandek ko'rinishi. Yurakka ta'siri: zaharli buqoq yurak aritmiyasi va yurak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Suyaklarga ta'siri: gormon ortiqchaligi suyakni zaiflashtiradi va osteoporoz xavfini kuchaytiradi. Davolash: bemorga tireostatik dori vositalar berilib, gormon ishlab chiqarilishi nazorat qilinadi. Radioyod: organizmga maxsus radioaktiv yod berilib, qalqonsimon bez faoliyati pasaytiriladi. Operativ davo: ayrim hollarda qalqonsimon bezni qisman yoki to'liq olib tashlash tavsiya etiladi. Zaharli buqoqda laboratoriya tahlillar: bunda tireotrepin gormoni topshiriladi. Zaharli buqoqda odatda juda pasayadi. Shuningdek, erkin tiroksin va erkin tireotirenin gormonlariga. Ular odatda zaharli buqoqda yuqori chiqadi. Antiteralar: tireoperoksidazaga qarshi antitera va tireoglobulinga qarshi antiteralar. Shuningdek, tireotrepin retseptoriga qarshi antiteralar tekshiriladi. Qo'shimcha tekshiruvlar: UZI, sonografiya, bezning kattalashishi, tug'umor yo'qligi ko'riladi. Sintigrafiya, radioizotop tekshiruv bezning qay qismi faol ishtirok etadiganini ko'rsatadi va ikkiga yurak urish tezligini baholash uchun. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, zaharli buqoqni o'z vaqtida olmaslik og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hamisha endokrinolog ko'rigidan o'tib turishingizni maslahat beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bunda qiziq ma'lumotlar hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.